Qadrli do'stlar, biz Farg'ona shahridagi Pingvin muzqaymoqxonasidan gapiramiz. Bu joy juda ham bir zamonaviy tarixga ega bo'lgan ajoyib maskan hisoblanadi. Xuddi Yapon bog'iga o'xshaydi. Bu yerda bir necha xil turlardan iborat bo'lgan ekzotik o'simliklar bilan burkangan ushbu ajoyib maskan o'zining chiroyli bir romantik xotirasiga, tarixiga ega. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov rafiqalari Tatyana Karimova bilan ilk bor ZAGSga borishdan avval bir-birlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shu masalalarda uchrashish uchun mana shu yerni tanlaganlar. Mana shu yerda bir-birlariga ahd paymon qilganlar. Mana shu yerda bir-birlariga turmush qurishni taklif qilganlar. Rahmat. Va uzukni shu yerda Tatyana Karimovaga topshirgan desam, yana ham aniqroq tushuntirgan bo'laman. Bu joy mustaqillikdan keyin juda ko'p marotaba qayta qurish loyihalari, obodonlashtirish dasturlariga juda ham ko'p bora tushdi. Lekin buni o'ziga yarasha yana bir o'ziga xos bir zo'r voqeasi bor. Mana shu yer buzilib, o'rniga baland qavatli turar joy binolari qurilishi kerak bo'lgan bir paytlar Islom Abdug'aniyevich davrida. Shunda mana shu yerga bino qurish uchun shu yerga quriladigan binolarning loyihasini ko'rsatishga mahalliy hokimlik tayyorlash uchun endi u paytda kichikroq bo'lgan daraxtlarni kesib, tekislab shu joyga bino quramiz deb, mana shu 1 kilometrcha masofani tekis qilib, shu yerga bino qurmoqchimiz. Mana loyihasi deb prezidentga ko'rsatish kerak bo'lgan bir reja bo'lgan mahalliy hokimlikda. Keyin Islom Abdug'aniyevich Farg'onaga shu islohot ishlarini amalga oshirishda ko'zdan kechirish maqsadida Farg'onaga navbatdagi tashriflari chog'ida shu yerga keladi. Mana shu yerda Tatyana Karimovani qo'lini so'ragan ekanlar. O'sha Pingvin marojnaxonasi hali ham bormi, yo'qmi deb so'raydi endi mamlakatning 2-3 rahbarlari. Bor deydi, turibdi deydi. Ana o'sha yerga qilavering butun Farg'ona viloyatini, rejalarni o'sha yerda tanishtirasiz deb viloyat hokimligiga topshiriq beradi. Shunda xo'p bo'ladi, bajariladi deydi. Trubkani bitta qo'yadi, ikkinchi telefonni bitta olib turib, "Pingvinni buzmadingmi?" deydi. "Yo'q, hali buzganimiz yo'q" desa, "Buzmanglar, hech narsani kesmanglar, bo'ldi, qoladi u yerga." Shu mana shu Pingvin shu yer endi oxirigacha O'zbekistonning yangi tarixida bir romantik voqeasi bilan bir umrga endi xalqimizning qalbida chuqur joy egallab qoladi. Tatyana Karimova hayot, nabiralari mana bloger bo'lib ketyapti ko'pi. Kelib bobolari haqida qanchalik chiroyli kontentlarni tayyorlasa, Tatyana Karimovani olib kelib o'tkazib qo'yib, o'tmishni bir yodga soladigan ajoyib bir atmosferani tashkil qilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, Farg'onada mana shunday joylar bor. Yurtboshilarni romantik damlariga guvoh bo'lgan daraxtlar bor. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin, qolganlarni salomat bo'lsin.